munosabatni o'zgartirish kerak. Munosabatni o'zgartirmasak, bu ish hech qanaqa foyda bermaydi. Birinchi bilishimiz kerak bo'lgan narsa, mehnat migrantlarining O'zbekiston iqtisodiyotiga qo'shayotgan hissasi hazilakam emasda. Shuni birinchi bilishimiz kerak bo'lgan narsa. Bundan kelib chiqib, mehnat migratsiyasiga qanaqadir to'sqinlik qilish, buni men shaxsan millatga xiyonat deb baholayman. Chunki hissasi kattada, qish qo'shayotgan hissasi. Buni iqtisodchilar yaxshiroq o'rganish kerakda, aytish kerak. Hammaga aytish kerak, qancha hissa bo'lyapti. Raqamlar tilga olinadi, lekin jiddiy suhbat yo'qda. Qanchalik hissa kelyapti mehnat migratsiya bu hali qisqa davrda ichida. Shundan kelib chiqib, nonsens va taajjub ikkita so'z qayerga keladi-da. Shuni ularni qo'shayotgan hissasini hisobga olishimiz kerak va bu yerda misol uchun gapirganda isbotingni ber deyishardi. Kunuzda isboti ham berildi. O'sha Aziz Toshdemirov o'sha qidiruvga berilgan qo'ldan ushlab berdik-da. Lekin hech qanaqa reaksiya bo'lgan yo'q. Nonsens emasmi bu? Bu tashkilot ko'rib ko'rmaganlikka olish. Bu tashkilotni qaytadan tuzish kerak. Yangi prinsipda tuzish kerak. Muhimligini hisobga olgan holda, mehnat migratsiyasi qanchalik O'zbekistonga muhimligini hisobga olgan holda, to'liq jamoat nazorati ostida bo'lish kerak bu narsa.